Hurmatli kuzatuvchilar, Do'mrobod rezidens obyektimizdamiz. Oldingi obzorimizda biz ikkita kvartirani, ya'ni 31 kvadratlik hamda 45 kvadratlik haqida ma'lumotlarni berib obzor qilib berganmiz. Kelinglar, bugun ham yana ikkita kvartirani obzor qilishni boshlasak. 56 kvadratli xonadon haqida qisqacha obzorimizni boshlaymiz. Demak, mana bu kirish eshigi. O'lchamlari bo'yicha 2.25 ga 1 metrga joylashgan bo'lib, unda kirgandan chap tomonda loyihamizga muvofiq sanuzel xonasi qilingan. Ya'ni sanuzelda dushovoy poddon hamda unitaz uchun mo'ljallangan joy mavjud. Butun xonadonni o'zi ikkiga bo'lingan bo'lib, buni chap tomoni qismida esa zal hamda oshxona mo'ljallangan bo'lib, studiya variantda foydalansa bo'ladigan xona bu. Studiya variantimizdagi xonada taxminan mana bu qismida oshxona joylashadigan bo'lsa va orasini hozirgi zamonaviy kupeyniy akfa bilan ajratadigan bo'lsak, bu qismi oshxonaga, garajchi kuxnyaga ajratiladigan bo'lsa, bu qismi esa zal uchun, ya'ni ugalok, divan kresloga mo'ljallab xonani loyihalashtirish mumkin bo'ladi. Xonadonimizning ikkinchi qismi esa balkonli qismi bo'lganligi uchun buni spalniga mo'ljalladik. Bu yerda katta ota-onalar uchun yoki родительский spalnida foydalansa ham bo'ladi. Bu yerda katta panoramli eshik turgan bo'ladi va balkon. Shu balkondan, panoramli eshikdan esa xonadonni havosini almashtirish yoki kechki paytda Toshkent shaharini ko'rish va shu jihatlardan foydalansa bo'ladigan xona hisoblanadi. Yana bu xonadonni nima uchun afzalligini aytmoqchimizki, bu xonadonlarimiz razdelniy, ya'ni zalimiz, mehmonxonamiz alohida, spalnimiz alohida, kirish xonalari alohida. Ya'ni bir xonada ikkinchi xona orqali o'tilmaydi. Koridordan keyin bemalol ikkiga ajratilgan xona hisoblanadi. Yana bir 45 kvadratli xonadonimizdan mana bu yerdan podyezddan kirish hisoblansa, mana bu koridor davom etib keladi. Koridorimizdan o'ng tomonda loyihamizga muvofiq mana bu yerda spalni mo'ljallangan. Ya'ni spalnida katta panoramli oynasi hamda mana shu xonadonda o'zi uchun duxspalni kravat hamda o'zi anjomlar uchun alohida bir burchakka ajratsa ham bo'ladi. Koridordan davom etib keladigan bo'lsak, spalnining oldida o'ng tomonimizda sanuzel xonamiz mavjud. Bu yerda dushovoy poddon hamda sanuzelga mo'ljallasak bo'ladi. Bundan to'g'rida kirib kelishimizda esa ozgina loyihasi noodatiy bo'lgan zal hamda oshxonani joylashtirsa bo'ladi. Bir burchagida oshxona jihozlarini joylashtirsa, bir tomonda esa uglavoy divan sifatida foydalanib, mehmonxona sifatida foydalansa bo'ladi. Bundan tashqari katta mana bu rayonimizda esa panoramli eshiklarni qo'ysa bo'ladi. Bu eshikdan keyin esa bizda noodatiy balkonga olib chiqadi. Bu balkonimiz ozgina 45 gradusga burilgan hisoblanadi. Uzun bir balkonimiz mavjud. Bu balkondan ham foydalanadiganlar, balkonni yaxshi ko'radiganlar, balkonda o'tirib kofe, choy, qahva ichadiganlar uchun juda yaxshi burchak hisoblanadi. Ko'p bolali oilalar uchun yana bir narsa aytmoqchi edimki, aynan shu 45 kvadratligimizda yon tomonida yana 31 kvadratli xonadon bor. Ya'ni ko'p bolali oilalar uchun ikkalasini jamlab xarid qilib olsa, loyihasini shunday chiroyli loyihalashtirsa bo'ladiki, 3 xonali kvartira hosil bo'lib, katta oilaga juda yaxshi variant bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, har bir bloklarimizning old qismida yer osti avtoturargohi ham mavjud bo'ladi. Bular ham loyihamizda mo'ljallangan. Binomizni qanaqa holatda topshiramiz degan savolga shuni aytmoqchimanki, albatta fasadlar ishlarini jami yakunlaymiz. Hozir biz balkonda turganimiz uchun fasad haqida, fasad bilan yopiladigan joylar haqida aytmoqchi edim. Binoning tashqi ko'rinishi tabiiy holatda. Bundan tashqari mana balkonimizda turganimiz, mana fasad qismida bo'lganligi uchun bu joylarning barchasini biz отделка qilib, ya'ni fasad elementlarini barchasini yopishtirib beramiz va tashqi eshigi ham qo'yiladi. Bu balkonga chiqish eshigi bo'lgani uchun buni ham biz ham qo'yib beramiz. Xonadonning ichi esa, xonadonning ichi shu holatda bo'lib, gazobloklar bilan ajratilgan holatda qoladi xolos. Undan tashqari biz kirish eshigini ham qo'yib beramiz. Demak, binomizda jami fasad ishlarini qilib berib, kirish eshiklarini qo'yib berib, tashqi romlarni qilib, balkonlarni ham fasad shakliga mo'ljallab отделкасini qilib beramiz. Do'mrobod rezidens loyihamiz 16 qavatlik 5 ta blokdan iboratdir. Barcha butun loyihamizni 2026-yil 4-chorakda topshirish niyatidamiz. Hozirda barchasini beton ishlari qilinib, hadlari ko'tarilgan holatda bo'lib tursa-da, gazobloklar bilan ajratish ishlari olib borilmoqda. Yana bir narsa aytmoqchi edimki, bizni YouTube kanalimizga a'zo bo'ling va qanaqadir videolar, qanaqadir ma'lumotlar, obyektimiz jihatdan, qurilishi jihatdan qanaqadir savollar bo'lsa, izohda yozib qoldirsangiz, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham buni albatta yoritib beramiz.